70dan ortiq diniy rəhbər birləşmə bayanat e'lon qilib, Uyg'urlar uchrayotgan bostirishni Yahudiy cho'ng qirg'inchiligidan buyongi eng qabih insoniy fojialarning biri deb atadi. Va mazkur ziyonkashlikda qo'li bor Xitoy amaldorlarining cho'qim javobgarlikka tortilishi kerakligini talab qildi. Mazkur birlashma bayonotga imzo qo'yuvchilar orasida Angliyadagi 5 cherkovning navbatda vazifa o'tayotgan episkoplari, London Koptik cherkovining bosh popi, Dalay Lamaning Angliyadagi vakili, musulmon imomlari va Yahudi diniy rahbarlari bor ekan. Ular bayonotida Uyg'urlarning nidosining xalqaro jamiyatning universal kishilik huquqni qo'g'dash irodasining qanchalik ekanligiga jiddiy savol qo'yadiganligini ko'rsatdi. Bayonotda mundaq deyildi: Xitoy doiralarining aniq maqsadi Uyg'ur kimligini yo'qotish. Xitoyning davlat taratqullari buningdagi maqsadning ularning nasabini vayron qilish, yiltizini quritish, rishtasini uzib etish va kelib chiqish manbasini vayron qilish ekanligini o'tirib qo'ygan. Parlament a'zolari, hukumat va qonunshunoslarning buni tekshirish mas'uliyati bor. Diniy rahbarlar bayonotida yana Yahudi qirg'inchiligidan keyin o'tirg'a chiqqan hargiz qaytalanmasin degan shiorni qayta takrorlab aytadiganligini bildirdi va bundaq dedi: Biz faqat adolat uchun chaqiriq qilamiz. Bu jinoyatlarni tekshirish, mas'uliyatni surishti qilish va insoniy qadr-qimmatni asliga keltirish yo'lining barpo qilishini talab qilamiz. Ular yana maktubda madaniyat inqilobidan buyongi din yoki e'tiqod erkinligiga qilingan eng og'ir bostirishga duch kelgan deb tasvirlangan Tibet buddistlari, Falun Gongchilar va Xitoy xristianlar bilan hamkorlashadiganligini ifodalagan. 4 avgust kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo o'zining Twitter betida videoliq nutq so'zlab, Uyg'urlar masalasini alohida ta'kidladi hamda buning Amerika-Xitoy munosabatidagi muhim nuqtalarning biri ekanligini yana bir qator eskartdi. O so'zida Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarning mushu asrdagi eng zo'r haqlar dafsandichiligi ekanligini, shu sababdan o'zlarining Uyg'ur diyoridagi zulm va bostirish harakatlariga chetishliq bir qism shaxslar va muassasalarga jazo e'lon qilganligini, buningdagi asosiy muddaoning Xitoy hukumati ijro qilayotgan majburiy emgak, majburiy tug'mas qilib etish degandek bir qator qabih qilmishlarga chek qo'yish ekanligini bayon qilgan. Shu kunning o'zida Kanada parlamentining a'zosi Garnet Jiniz o'zining Facebook betida Kanada parlament binosidagi guvohlik berish yig'inida Uyg'urlar haqida so'zlagan nutqini ham bahrladi. O nutqida Uyg'urlar duch kelayotgan fojialarning haqiqiy ma'nodagi qirg'inchilik ekanligini bir necha jihatdan tushuntirib, Sharqi Turkistondagi voqealar irqiy va milliy alohidalikni bahona qilgan bir qatimli qirg'inchilikning mushu minutlarda davom qilayotganligini ko'rsatmoqda dedi. Shundaqla Kanada hukumatini hozirqidanmi kuchlik bo'lgan tadbirlarni elish orqali hargiz qaytalanmaydi degan tarixiy va'dani amalga oshirishga chaqirdi. Amerika prezidenti Donald Trump prezident qarornomasi imzolab, Amerika shirkatlarining Xitoy yanfon detallari TikTok va Undidor bilan aloqa qilishini shakldi. Aqsaray maxsus bayonot berib, TikTok va Undidor qatorli Xitoy applarini cheklaganligini jakarildi. Kelgusi 45 kun ichida TikTok va Undidorga oid barliq qarorlar kuchga ega bo'ladi ekan. TikTok va Undidorni cheklash haqidagi bayonotlarda Xitoy shirkatlari yasab chiqqan va iqtidorchilik qilgan applarning Amerikada tarqalishi Amerikaga davlat bexatarligi, tashqi siyosati va iqtisodiga tahdid elib kelayotganligi, shunga TikTok va Undidor elib kelgan tahdidlarga taqobil turish uchun harakatga o'tish kerakligi ta'kidlangan. Bayonotda yana xalqimizning bexatarligini qo'g'dash uchun TikTok va Undidor qatorliq applar keltirib chiqargan tahdidga qarshi tadbir qo'llanamiz deyilgan. Amerika 1979-yili Beijing hukumatini Xitoyning birdan-bir vakili deb e'tirof qilgandan buyon tunji qatim Amerikalik bir yuqori darajalik amaldori Tayvanni ziyorat qildi. Amerika 41 yildan keyin tunji qatim Sahiyya ministri Alex Azarni Tayvanni ziyorat qilishga avatdi. Amerika Sahiyya ministri Alex Azar va uning vakillari umiki shu yer vaqti tushdan keyin soat 4:48 o'tganda poytaxt Taybeydagi Songshan xalqaro aerodromiga keldi. Azar 3 kunlik ziyorati jarayonida Tayvan rahbari Tsai Ing-wen, shundaqla har qaysi ministrlar va yuqori darajalik amaldorlar bilan suhbatlashadi. Xitoy Amerikani bir Xitoy prezidentida chang turishga va Tayvan bilan bo'lgan aloqani to'xtatishga chaqirdi.
Livanning poytaxti Beyrutda yuz bergan namoyishda bir soqchi qazo qildi, kam deganda 200 odam yaralandi. Yana bir tarafdan Livan uchur ministri Minal Abdusamad ommadan kechirim so'rash orqali xizmatidan iste'fo berdi. Livan uchur ministri Minal Abdusamad Beyrut portida 158 odam qazo qilgan va 6000 dan ortiq odam yaralangan shiddatli portlashdan keyin xizmatidan iste'fo berganligini e'lon qildi. O televiziya nutqida Beyrut portida afat yuz bergandan keyin kishilarning umidini qondiradigan hech narsa qolmadi. Men hukumatga o'rnimdan iste'fo beraman dedi. Shuning bilan birga Livandagi Beyrut portidagi portlashdan keyin iste'fo bergan parlament a'zolari 5 ga yetdi.